Assalomu alaykum. Alaykum Aka assalom. tuzimsizlar charchamasdan. Rahmat aka, Xudoga shukr. Nima? Biz ayolimiz har qilyapti. Shat kerak, sushilka kerak deyapti. Shuni bir yechimi, muammosi bormi ikosi? Buni yechimi bizda borda aka. Qanaqa bo'ladi bu? Bu narvonimiz ham narvon vazifasini bajaradi, ham sushilka kirayagani sushilka vazifasini. Meni ko'tarami? 71 kilo. 150 kilogacha ko'taradi. Sakrab ko'rsangiz ham bo'ladi. Bu sushilkasi qani? Sushilka kerak. Sushilkasi bu narvon holatda. Mana bunday holatda sushilka kirlarni yayib bemalol quritsa bo'laveradigan holatga keladi. Bemalol kirlarni ko'tara oladi. Bir marta sotib olasiz, ikkita muammoingizni hal qilgan bo'lasiz. Aha. Va bu kallasi ishlamagan Xitoylar hamma yo'qda boplaydi-da bular. Va mana bu shart bo'ladi. Ha, narvon holatiga ham keltirsangiz bo'ladi. Aha. Keltirishlari ham juda ham oson. Bu narvon holat bo'lsa, bu oyoqni shunday tikka qilib turib, bunday qilsangiz, bo'ldi. bu yerda mana kashalari bor. Kirgizib qo'yasiz. Bo'ldi. Sushilka holatga ham keldi. Bemalol kirlarni yayib quritsa bo'laveradi. Aka, mana narvonimiz sizga yoqdimi? Ham yoqdi albatta. Ikkitasi bitta ekan. Bu sushilkasi shati ichida bo'ladi. Albatta. Yaxshi bo'ldi. Kelin juda ham xursand bo'ladigan bo'ldi. Jazo bo'linglar. Agar sizga ham shunday narvonlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. Aloqaga chiqing. Respublika bo'ylab dastavkamiz bor, yetkazib beramiz.